Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Bugun mana quyonimiz jindi shamollab qo'ygan ekan, xirillash bor quyonda. Biz bunga davo qilamiz, ya'ni nima qilamiz? Nitox 200 dan shunga shu quyonga ukol qilamiz hozir. Hozir bir yangilar albatta ko'ringlar. Men odatda birli shpritsda qilaman. Mana birli shprits. Nitox ko'rinyapti. Shundan hozir 0.5 tortamiz. Bu lekin qo'yiqroq bu. Jindi qiyinroq ketadi. Bu ukoldan 3 kun qilinadi. Hozir qanaqa qilib ukol qilish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz, tortib olsak. 0.5. Ana qo'yiqroq bu. Shunday evaziga biraz sekin tushyapti bu. Ana yaqinroq keling. Mana shprits. Quyonda mana bu yerda yumshoq joyi bor. Mana shu yerga sanchimizda sekin uramiz. Bismillah. Xudo xohlasa 3 kun qilamiz. Yaxshi bo'lib ketadi. Inshaalloh. Nitox 200 qaytarib o'taman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yasizlar, o'z fikringizni izohlarda qoldirasizlar. Hammaga rahmat. Hamisha sog' bo'linglar. Inshaalloh kanalimizda qolinglar. Bundan-da kerakli zo'r videolarni albatta chiqarishga harakat qilamiz. Like bosish esdan chiqmasin, obuna bo'lish, like bosish. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin ilohim.